ekspertlarimizdan pedagogik bilimli ham tez yangilanib ketyapti. Eng yaxshi ekspertdan bu bilimni olasizlar, Xudo xohlasa. Sizning o'quvchilaringiz ilmni, haqiqatni o'zlari topa olishlari, o'zlarida ehtiyoj bo'lib, siz ularni yetaklashingiz emas, o'zlari ana shu ilmga ehtiyoj bilan kirish sirlarini siz bilan ilm uchun diqqatini ushlab qolsangiz, bu sizning eng qolgan muvaffaqiyat. Bugungi Moda akademiyasida majlis tashkil etildi va ustozlarimiz orasida top 5 ta ustozlarimiz aniqlandi. Ana o'sha ustozlar orasida men ham bor ekanman. Bonus taqdim etildi Bujuxlipam tomonidan. Bundan juda ham xursandman. Kelasi oyga bundan ham yaxshi natijalar ko'rsatishga harakat qilaman. Bundan tashqari malakali pedagog tomonidan pedagogik dars o'tkazib berildi. Bu dars har bir ustozimiz, har bir pedagogimiz uchun foydali bo'lib o'tdi deb o'ylayman. Unda tashkil etilgan interaktiv o'yinlar, loyihalar barchasi biz uchun manfaatli bo'ldi. Men o'zim uchun yangi bilimlar va tajribalar oldim va buni o'zim o'quvchilarim bilan albatta sinab ko'raman. Juda ko'p insightlar oldim. Tajribalarni hammasini o'quvchilarim orasida darslarda foydalanishga harakat qilaman.